Çocuklar ne istiyorsunuz ya? Tanıştıklarınız öyle değil mi? Selam dostlar. Mine iki dostumni tinchlantıra olmayman. Qo'shiq aytib, menim bilan oshadi. Aşağınızga aytib. Menim bilan o'ng'ayliroq, menim bilan oshadi. Mine hech tinchlantıra olmayman shu so'g'ishchiqlarni. Minalarni tinchlantirgan arada siz o'zlari turna video qarab olasiz, do'stlarim. Yara, sen bilan oshib, sen bilan. Aylasin, ajoyib qiz bilan. Bu qoshiq. G'odiy ham bik kerakli ustal jihozi. G'olimlar fikrincha, ul bundan 7000 yil ilk borliqqa kelgan. Qoshiq o'ylab topilgancha, burungi kishilar oshov uchun dengiz qobirchiqlarin ham shiklov qobiqlarini qo'llangan. Birinchi qoshiqlar qizil balchiqdan yasalgan. Ular qisqa tutqichli shumish formasida bo'lgan. So'ngra qoshiqlar og'achdan, hayvon suyaklaridan ham muguzlaridan, bronzadan, oltin bilan kumushdan yasala boshlagan. Rossiyada og'ach qoshiqlar populyar bo'lgan. Ular usoq, o'rangi, qo'yin, yuka, sliva og'achi ham olma og'achdan yasalgan. So'ngra boqir qoshiqlar borliqqa kelgan. Tik ularni oltin ham kumush qoshiqlarni kebek bari tik boylargina sotib ola olgan. 18-asrda alyuminiy ochilgan. Sen bilasingmi? Bu metaldan yasalgan qoshiqlar bek qimmatli bo'lgan. Ular bari tik eng qadrli qo'noqlarga gina taqdim etilgan. Xo'jalar o'zlari oltin ham kumush qoshiqlar bilan oshagan. 20-asrda tutiqmay turgan qirish borliqqa kelgan. Bugun dunyodagi qoshiqlarning ko'bisi bu metaldan yasala. Kumush qoshiqlarni hozir birinchi tish shug'un qutlab nanilarga bo'lak etalar. Amina shanishkiga o'xshagan birinchi jihozlar bundan 4000 yil ilk burungi Xitoyda borliqqa kelgan. Ular zo'r bo'lgan, ham o'rtaq savutdan rizqni o'z yoniga olib qo'yu uchungina qo'llanilgan. 1072-yilda Vizantiyaning imperator saroyida birinchi shaxsiy shanishki yasalgan. Bu oltin osh jihozining ikki tishi ham perlamutr bilan bezalgan qisqa tutqichi bo'lgan. Ol it ham baliq rizqlarin qo'llari bilan osharga tilamagan Vizantiya prinsessasi uchun ishlangan. 17-asrda shanishki Rossiyaga kelgan. Tik g'odiy xalq tomonidan noshor qabul etilgan. Ular qoshiq ham qo'l bilan oshovni qulayroq ko'rgan. 19-asrda shanishkini kumushdan, so'ngra to'tiqmay turgan qirishdan yasay boshlaganlar. Hozir ol bek keng taralgan osh jihozi. Arigato, hodiya. Qiziq etdim әлі мен бұлардың көздері. Міне шулай ол абзағызын тыңламасаңыз еме, бірігіз білен де ашамын. Міне тояқлары білен ашамын. Қара, тояқ білен де ашамын екенмін. Сабылыңыз достар.